Lamin Yamal qancha muddatga safdan chiqdi deyotganlar diqqatiga. Xabaringiz bor, Lamin Yamal kecha bo'lib o'tgan uchrashuvda son qismidan juda ham jiddiy jarohat oldi. Lamin Yamal uchun deyarli mavsum yakunlandi. Lamin Yamal mana shu uchrashuvlarni aniq o'tkazib yuboradi. U jahon chempionatidagi mana shu dastlabki 3 ta uchrashuvga tushishi noaniq bo'lib turibdi. Bu yog'i Yamalni tiklanish tezligiga bog'liq bo'lib qolyapti. Hozirda Barselona uchun bu juda ham katta yo'qotish. Nafaqat Barselona, balki Ispaniya terma jamoasi uchun ham bu jiddiy yo'qotish deb aytsak bo'ladi. Yamal jarohat olgani bu juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Ikkala jamoa ham juda ham qattiq qiynaladi. Biz Yamalsiz bu jamoalarni tasavvur qilishga ham qo'rqamiz. Nima ham derdik, Yamalga sog'lik tilab qolamiz. Xudo xolasa tez kunlarda sog'ayib, Barselonani uchrashuvlarida va jahon chempionatida uni ko'rishni xohlagan bo'lardik.